Dasturimiz davom etadi. Toshkent viloyatining Chirchiq shahrida ekologik madaniyat bilan sog'lom kelajak sari shiori ostida yoshlar ekoforumi o'tkazildi. Hozir shu haqida. Ushbu ekoforumning o'tkazilishi ham ekologik mas'uliyatni kuchaytirish, yoshlarni ekologik tashabbuslarga jalb etish va ularni sog'lom hayot sari yo'naltirishga xizmat qildi. Forumning dastlabki qismida talaba yoshlar hamda partiya vakillari o'rtasida ochiq muloqot o'tkazildi. Unda mamlakatimizdagi ekologik vaziyat, sohada amalga oshirilayotgan islohotlar, yangi ekologik qonunchilik, chiqindilarni qayta ishlash borasidagi tizimli o'zgarishlar va yashil iqtisodiyot konsepsiyasining joriy etilishi haqida keng qamrovli ma'lumotlar berildi. Tadbirning navbatdagi qismi sog'lom turmush tarzini targ'ib etishga bag'ishlandi. 5000 qadam yurish aksiyasi doirasida talabalar va forum ishtirokchilari birgalikda belgilangan masofani bosib o'tib, jismoniy faollikning inson hayotidagi o'rnini his etdilar. Ekoforumning ikkinchi qismida talabalar o'rtasida ommaviy sportni rivojlantirish maqsadida turli sport musobaqalari tashkil etildi. Yoshlarimiz bu tadbirdan o'ziga xulosa qilib olish kerak va eng muhimi bugungi tadbirimizni qo'llab-quvvatlagan holda partiyamizning dasturlarini biz albatta yetkazamiz. Partiyaning asosiy tashabbusi, asosiy dasturi bu yashil makon va hozirgi kunda ekologik yo'nalishda turgan masalalarni yechimini topishdi. Albatta deputatlarimiz o'sha saylangan hududlarda partiyamizning dasturlaridan kelib chiqqan holda, mana oddiy misolda hozir yashil makon loyihasi amalga oshirilyapti. Bu dasturlar ham albatta o'zini ijrosi toplayapti. O'sha hududlarda daraxt ekish bu nima beradi? Bu toza havodan nafas olamiz. Shuningdek, ekoforum doirasida zakovat intellektual o'yini ham o'tkazildi. Bundan tashqari ekologik mavzudagi rasmlar tanlovi ham o'tkazildi. Talabalar tomonidan chizilgan ijodiy ishlar orqali tabiatning go'zalligi, uni asrash zarurati, ekologik muammolarga bo'lgan badiiy munosabat o'z ifodasini topdi.